Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, o'mlik, mehribonlik, g'alaba her bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish o'mlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga chaqalaydi. Hurlik yashasin. Ey aziz Uyg'urlar, tügümez talaş tartışlarga xatim bereyli. Abdurin Asiye Uyghur. Ey aziz Uyg'urlar, tügümez talaş tartışlarga xatimi berish ve irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning yo'li balkim mas'ulimizning mahiyatini tushunish bo'lsa kerak. Bizga ma'lum, Xitoyning Sharqiy Turkiston masalasi deb tashkil qilayotgani amaliyotda Uyg'ur Xitoy masalasi. Bu nuqtani Xitoy o'zini inkor qilmaydi. Xitoyning atalmış Şinjandagi millatlar masalasi haqidagi bir tadqiqotida mundaq deyilgan. Ya'ni Şinjanda Xitoyni o'z ichiga olgan 13 yerlik millat bor. Bularning ichida Xitoy bilan Uyg'urlar bu zamindagi umumiy nüfusning 39 va 45%ni egallaydi. Gerçi bu yerdagi masala milliy masala deyilsimi, amaliyotda atalmış milliy masala faqat Uyg'ur Xitoy masalasidir. Darvaqa Xitoy o'zini Uyg'ur vatanining yerli xalqi deb atab, o zaminning Uyg'urlarga mansub bir zamin ekanligidan iborat bu haqiqatni burmulab kelgan. Xitoy davlatining bu irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirishda azaldan shakllanib baxmagan, shakllanish fursatimi bo'lmagan Sharqiy Turkistonchilarning bo'lgunchilik, terrorlik, ashqullikqa döngab qayta tarbiyalash, namratlikdan qutuldirish, bayasha turmushga erishtirish uchun yaxshi ko'nglida qilgan esil siyosati deb tashviq qilishi jinoyatning haqiqiy mohiyatining Uyg'urdan iborat bir millatga qartilgan irqiy qirg'inchilik ekanligini burmulashdir. Dunyo xaritasida aniq ismi, o'rni, ko'lami bo'lgan bu territoriyaning Uyg'urdan iborat bir yerlik xalqqa mansubligining eng kuchli isboti Xitoy tajovuz qilgan bu zaminning bugungi nomi bo'lgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidir. Har qanday bir davlat o'z territoriyasi ichidagi avtonom rayon huquqiga ega bo'lgan bir xalqqa bo'lgunchi, terrorchi, ashqun qalpoqlarni kiydiranmaydi. Chunki har qanday bir xalqning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi haqqi xalqaro qonunlar tarafidan qo'g'diladi. Bir davlat territoriyasiga qo'shib etilgan, ammo shu davlat xalqidan tarixlik milliy kimlikka ega bo'lgan xalqlarning haq huquqlari, yerliklarning haqlarini qo'g'dash va oz sonliqlarning haqlarini qo'g'dash qatorliq turli inson haqlarini qo'g'dashga oid xalqaro nizom, tuzum, kelishimlar asosida qo'g'diladi. Navada
bir davlat tavalligida milliy territoriyalik avtonomiya huquqiga ega bir xalq hokimiyatdan ayrilib chiqish uchun harakatga o'tgan bo'lsa, undaqda bu xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ishiltishi xalqaro qonunlar tarafidan qo'g'diladi. Ammo bu yerda bu haqlarning qo'g'dilishi har ikki tarafning, ya'ni davlat va avtonom huquqiga ega bo'lgan shu xalqning manfaatlariga foydali bo'lishi kerak. Masalan, bir davlat ichidagi avtonom rayon huquqiga ega bir xalq u davlat ichida demokratik tuzum ostida erkin va barliq haqlari kapolatga ega bo'lgan shaklda yashayotgan bo'lsa, undaqda bu xalqning bu davlatdan ayrilib chiqishi uchun xalqaro qonunga tushadigan boshqa shartlarni hozirlashiga to'g'ri keladi. Masalan, Kataloniya, Ispaniyadek bir demokratik davlat ichidagi avtonom rayon ularning ayrilib chiqish masalasi xalqarada qo'llashga erishmagan. Ammo avtonom rayon huquqiga ega bir xalq o'zi mansub davlatda haq huquqlari tortib elinib, irqiy qirg'inchilikqa uchrashdek ahvollar tug'ilsa, undaqda bu xalqning avtonom rayon atalgan territoriyasini shu davlatdan ayirib chiqish talabi qo'llashga erishish imkoni bo'ladi. Bu qo'llash u xalqning shu zaminning yerli xalqimi yoki ko'chman xalqimi buning bilan aloqasiz. Balki o zaminning avtonom rayon shaklida bu xalqning nomida otilishi muhim rol o'ynaydi. Masalan, Kosovo masalasi. Kosovoliklar nüfusning 90%dan ko'proqi albanlardir. Ular Kosovoning yerli xalqi emas, ammo ular Kosovo mustaqillik bo'lishidan avval avtonom rayon huquqi bo'lgan Kosovoning egallaridir. Kosovo irqiy qirg'inchiligi dal bu avtonom rayonning mustaqilligiga asos bo'lgan eng chong omildir. Mustaqillikqa asos bo'lgan yana bir muhim omil bo'lsa, u xalqning o'zi yashayotgan zaminning mustamlika qilinganligidir. Ya'ni bu zamin asli egallari hozirgi davlat emas, balki o zaminning asli egallari bo'lganidir. Agar bu zamin tamlika zamin bo'lgan ahvolda, mayli bu zaminning asli egallari bu zaminda qanchalik nisbatni egallagan bo'lsin, bu zaminning mustaqilligi xalqaro qonunda haqliq hisoblanadi. Chunki BDT qurilgandan keyin mustamlikani iltizdan tugutish qonuni kun tartibga elib kelingan. Barbadosning Angliyadan ayrilib chiqishi va kelar yili bizning Gollandiya mustamlikasidagi Surinamining Barbadosga o'xshash qadam oldiganligi dal bu zaminlarning mustamlika salohiyati bilan munosabatlidir. Endi Uyg'ur davosida tepishmoqqa o'xshab qolgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yoki Sharqiy Turkistonchilik masalasida Xitoyning har vaqt Uyg'urning qarshilik harakatlarini Sharqiy Turkiston nomida atishi va tuhmat qilishining sababini oydinlashtirishga bo'ladi. Ya'ni Sharqiy Turkiston bo'lgunchi terrorchi oshqunlarining mavjudligini isbotlash, ularga qarshi harakat elib bo'lganligini butkul dunyoda tashviq qilish, dunyo xalqini hatto Uyg'urlarning o'zlarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan bu asli jinoyat, bu jinoyatning asli sababi Uyg'urlarning xalqaro qonunlardagi o'z taqdirini o'zi belgilash, Xitoydan butunlay ayrilish talablarining reallikqa aylanish ehtimolligini butunlay va iron qilishdir. Uyg'urlarning 70 necha yillik azobli qismatlarining bugungacha davom qilishini sababi Xitoyning Uyg'ur xalqini dunyodan yiroqlashtirishi, Uyg'urlarning haqliq kurashlarini Sharqiy Turkiston nomida burmalishi sabablikdir. Navada Uyg'urlarning avtonom rayon huquqi berilmaganligi, Uyg'urlar uchirgan haqsizliklar, qirg'inchiliklar hech bo'lmaganda Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin va yoki sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan keyin dunyoga angltilgan bo'lsa edi, u holda bizning kurashlarimiz butkul dunyoning qo'llashiga erishgan bo'lar edi balkim. İlham To'xti apandim
Dal bu masalani haqiqiy muhayta ustida maxsus tadqiqot elib borgan. Masalaning sababini dunyoga echib bergan Xitoyning yolg'onchiligini, Uyg'ur xalqi ustidagi tuhmatini, masalaning bo'lginchilik, oshqullik va terrorlik masalasi emas, balki bir territoriyaning haqiqiy egillarini, bir millatni yilsizini yo'qotish jinoyati ekanligini faktlar bilan dunyoga ko'rsatib, Uyg'urlar uchrayotgan haqsizliklarni asli sababi bilan dunyoga hamda Xitoy xalqlariga anglatgan birdan-bir Uyg'urdir. Dunyo jamoati dal İlham To'xti sabablik atalmış Sharqiy Turkistonchilari nomida yepib qo'yilgan irqiy qirg'inchilik qozonining to'g'ini echib, o zaminda yuz berayotgani haqlari deb sandiq qilinayotgan Uyg'ur atliq bir xalqning noli faryodi ekanligini isbotlab, Xitoyning haqiqiy yuzini dunyoga oshkorlagan va bu sababli Xitoyning davlat dushmaniga aylanib, mangulik qamoqqa hukm qilingan bir ulug' shaxsdir İlham To'xti muallim. Ko'p qism Uyg'urlar bugunga qadar masalaning asli muhayit ustida izdinish, uningga yuzlanishga petinlanmadik. Hatta İlham To'xti muallimning bu haqdagi izlanishlarga ko'ngil bo'lish, uning izlanganlari haqida tushunib beqishqimi nurg'unlarimiz petinlanmay keldik. İlham muallimga ega chiqish, uning tadqiqotlaridan foydalanib, u orqali Uyg'ur masalasini xalqaralashtirishga ancha ko'ngil bo'lib ketmadik. Chunki bu masalaga yuzlanish avtonomchi, xoin, ishpiyon qatorliq turli tuhmat tog'larini oldimizga dövlab, bizning bu tog'lardan halqib o'talishimizga, shu tog'lar kaynidagi haqiqatni ko'ra olishimizga bo'lgan ishonchimizni yo'qotib keldi. Halbuki butkul insoniyat dunyosida insonlarning haqiqatga yuzlanish, reallikni qabul qilish qadamlari besish tas bo'lgan qadamlarning biridir. Ammo bu tas qadam insonlarning haqiqatni ko'rish, tushunish va kelgusi qadamlarini to'g'ri besish uchun zarur bo'lgan qadamdir. Shu vajidan biz uchun bugun bu qadamni elish zaruriyati tug'ilyapti. Masalamiz qandaqdir Sharqiy Turkiston mustaqillik masalasi bo'lmasdan, balki Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik masalasi, Uyg'ur avtonom rayon atalgan bir territoriyadagi xalqning Xitoy hokimiyati tomonidan vahshiyona qirilayotganlik masalasidir. Bu masala oqibatda Uyg'ur avtonom rayoni degan bu zamin xalqining erkinligi, hurligi va barobarligi faqat va faqat Xitoydan ayrilib, mustaqil bo'lganda andin vujudga chiqadiganligini isbotlaydi. Bu oqibatda Uyg'urlarning va Uyg'urlar bilan birga yashab kelgan barliq yerlik xalqlarning mustaqillikka yetishidagi birdan-bir to'g'ri, bevosita butun dunyo qo'llash mumkinchilik bo'lgan yo'ldir. Eng to'g'ri yo'ldir. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.